أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد. 25. ayet. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. Endi yuqorqi oyatlarda ayollardan harom qilingan, ya'ni nikohni harom qilinganlarni bayon qildi. Bayon qilgandan keyin undan boshqa ayollarni oson halol dedi. Endi to'yliq haqida to'xtaldi. Endi bu oyatda ashu sizga halol qilingan hur ayollarni elishga qurbonlik yetmasa, mu'mina cho'rilarni nikohlab ilinglar demoqchi. Tavlan, ya'ni fadlan. Tavl degan ortiq imkoniyat yoki boylik yoki bir azodchilik degan ma'noda. Yana fadlan deb, ya'ni ortiq bir imkoniyat, iqtidor deganday. Yuqalu li fulanin alayya tawlun, masalan, falanning mening bo'ynimda bir yaxshiligi bor deb qolsa, li fulanin alayya tawlun, ya'ni fadlun deydi ekan. Va ziyada, ya'ni ortiq bir qilib qo'ygan yaxshiligi bor degan ma'noda. Va huwa maf'ulu yastati'. Yastata'ni maf'uli, ya'ni xuddi maf'ul mutlaq. يستطيع استطاعة ديندك أن ينكح مفعول الطول يستطيع استطاعة أن ينكح ديندك طول مفعول ديكان يعني نكاح قلال يدغن إن كانت بوسا دمج فإنه مصدر فيعمل عمل فعله طول ديكان بمصدر شuna aş fiilni işini qiladi yani istita'a yoki yatulu tawlan degandek şunun işini qiladi yani başqa bir masdarni yani buni maf'ul qiladi yoki bu yer masdar degani mishada an yankahni deyish mumkin. An nikah demakchi. An va fi'luha fi ma'na al-masdar. Niyadan da shu fa'inu masdar degani qavlni demakchi. Shu masdar bo'lgandan keyin bu fi'lni ishni qilib yastati'u an yankah degandek bo'lib ketdi. Ya'ni yastati'u an nikah demakchi. Aw badal min tawlan yoki tawldan badal, ya'ni nikah qilib xotini ilishga qurbi bo'lsa demakchi. Al-muhsanat al-mu'minat. Mu'mina, muhsana ayollarni. Yani niyada muhsan degan mush ibora, yani ihson hurriya ma'nosi kirdi. Yani al-harair. Yani al-muhsanat degani o'shada hur ayollar degan ma'noda. Yani mutazavvijat zakulmaydi. Yani irva ayollarni ololmaydiganlar degan gap emas. Yani hur ayolni ololmaydiganlar bu chaqda cho'ra dedik ason demakchi. Hem nishada nima uchun muhsanatda ush ihson hozir hurriya ma'nosida manda ma'noda yani 3 ma'nosi atiqo al-islam, al-hurriya, az-zawaj, al-iffa. Yada nima uchun bu ma'noni ba'dan desa, chunki bu aqida ma'no olamisan, ma'no ol degandan famimma malakat aymanukum cho'rilardan ilinglarni davsa degandan keyin ammo bu hur ayollar ekan, ana muqobil qo'yib qo'ygan ekan. Maga ishlatmasnasimi xato chiqmaydi. Chunki hur degan zodi shu ihfatni bir tarafdan o'z ichiga oladi. Hur ayol degan zina qilmaydi. Jahiliyat tikildi-ku, avataznil hurra. Hurlardan zina qildiganimi? Az hurlik sifati tez joyida bo'lmay qilib, bir tarafdan dedek o'xshab qolganlari qiladi deyim. Shuni jahiliyat kalimi so'g'an shu. Avataznil hurra hur ayolni zina qilamdi. Mumkin emas degan. Endi dedek bo'lsa dedek degan unda sal tuvan adam bo'lgan ekan. Ancha-muncha shu o'ydagi malaylar bilan bilan tepishib qilib zina paytini ancha saqlanib ketmaydi. Famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Mu'min aytna musulmon dedek cho'rlaringlardan ilkinglar bo'lgan shu cho'rlardan ilinglar demoqchi. Mesela mu'minat degan oyatni muslimat deb tafsirlasa. İman degan o'sha islom ma'nosini tildi. Iman, islom ikkisi bir-birining o'rnida tildigan ish bor. Nima uchun mu'minat? Iman deganni bunamda haqiqiy bormi yo'qmi buni odam qo'g'lamaydi. Biz zohiran islomni shuni belgi qilamiz. Ya'ni shu zohir qaraydigan bo'lgan ekan, islomda tafsir qilsa bo'ladi. Nima uchun shu hurni muhsanat deb atadi? Ya'ni ihson degan hurriya ma'nosida bo'ldi. Desak sho'rning muqobilisi qildi.
didakda bir xil kamlik var. Undan keyin bu ayollarning hurligi hozir xuddi o'sha ayollarni didaklarning kamchiligidan qo'g'dab qolgandek. Ahsan degan nimasi asli man'an to'sdi degan ma'noda-ku. Bu ayollarni shundalam to'sab, didaklardagi kamchilikka duchor bo'lib qolishdan qo'g'dab qoldi degan ma'no bo'lg'achqa muhsanat deb bunda ihson ma'nosini ishlatdi deydi. Hur ayollarga. Hürlük qo'g'dab qolmoqchilik. O'sha ayollarning hurligi didaklardagi kamchilikdan qo'g'dab qoldi bu ayollarni. Kamimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat ay falyankih mamlukatan min al-ima'il muslimat. Ma'nodami? Muslimat deb tafsir qildi. Yani Müslüman dideklerden nikahlanson ve kavluhu min fetayatikum ay min fetayatil muslimin. Yani bu Müslümanların kızlardan demekçi. Vel mana ve men lem yastata' ziyadatan fil mali ve sa'ati yablugh biha nikahal hurrati falyankih amatan. Yani bu ayetun mazmunu mal mülk ve keng taşaçılıkta artık imkanı ega bulanmay hür ayalına alanmaganlar didek ason. ونكاح الأمة الكتابية يجوز عندنا من فتياتكم المؤمنات ده يعني المسلمات demekçi. Ayette Müslüman elinler yanıken bazı alimler Müslüman olmay Hristiyan ya Yahudi bulup kalsa bu dedek çöre asan bulmay diyen buldu. Yani şart mı şöyle kupka. Peki İmam Ebu Hanife bu kayıt bir yerde şart demez. Bundan bir Müslüman da asan yaxşı şöyle yaxşıqa irşad kılışından ibaret. Lekin uningdan boshqa narsa bo'lmaydi deganlik emas. Biz nurg'un qaydlarni, masalan, unda shart emas dedik-ku. Biz xaraja maxrajil g'olib dedik. Masalan, la takul riba da'afun mudafa va la tukrihu fatayatukum 'ala al-bigha in aradna tahassuna va la taqtulu awladakum min imlaq. Ashun hammasida uni shartimi yo'q. Bu shart deb qolsak, xatarlik oqibat chiqdi. Miyadimi Imom Abu Hanifa bu shart emas debdi. Chunki bu yerda mafhumus sifa bor. Al-mu'minat degan. Bu usul fiqhda مفهوم الصفة مثلا مفهوم اللقب مفهوم الصفة مفهوم الشرط يعني مفهوم الواو الدلالة من ترتبه مفهوم المخالفة مثلا مفهوم العدد وش مفهوم الصفة يعني مؤمنات الصفات اللي قال لك هذا من الشرط بالدمايدو يعني عاجز شرطني يفعلش عاجز مكشي lekin ko'pchilik boshqa olimlar yaqash mu'mina bo'lsa musulmon dedek bo'lsa nikohlab olsa lekin ahli kitobdan bo'lgan dedek nikohlab olsam bo'lmaydi uni adat ahli kitobning hur ayoli bo'lsa nikohlab olsa bo'ldi-ku ma dedek kelgancha yo'q demoqchi. İmam Abu Hanife bununla yani Allah Teala'nın tenkihu ma taba lekum minen nisa aşını delil qilgan. Özünün qo'lidagi dedek bormi? Nikoh o'timiz. Üzerinin qo'ldagi deb unda ulug'a pirvamizsak bo'ldi. Ey musulmonlar, yani sizlarning musulmonlarning ilkidiki, musulmon jamoatining ilkidiki, yani amataxun asanataxunning ilkidiki asan degan. Bunlar o'zining qo'ldagi dedek bo'lsa u nikoh olmasam o'zi bahramon bo'lardi. Nikoh bo'lsa hech zaruriyat yo'q. Chunki boshqa birisining qo'lini ilishdan ketadi. Xo'jayinning fiqhida o'lchamlari bor. Masalan, kunduzda xo'jayinning xizmati bo'ldi, kechida yerni o'yi ketadi deydilar. Ulamolar xil nimada unda tanishib qilgan. Ya'ni bu xo'jayinning xizmatini qilish majburiyati bor, erning xizmatini qilish majburiyati bor. Unda o'nkin ikkisining o'tirini qanday tanishaydi desa, kunduzda xo'jayinning o'yida o'yin supurib, turib, tomoqni qilib, qachon yuvib turib, xizmatini qilib, uni kechda yerni o'yi berib, eri xizmat qiladi. Albatta bu nikoh olgandan keyin xo'jayin yaqin kelmaydi uni. والتقييد في النص للاستحباب منا إمام أبو حنيفة مؤمنا أصلا مستحب لكن كتابيا أبقى أصلا جائز بو للإرشاد للأفضل لمش بدليل أن الإيمان ليس بشرط في الحرائر اتفاقا مع التقييد به بنو دليل ما أسا محسنات المؤمنات تضغب أسا هر مؤمن أي الله الله مسانlar dedi. Unda ise miyada hür mü'minaning gapini qilib mu'mina deb sifatli dashima. Lekin shu hurlarning ichida mu'minaning kitobini as bo'ldi-ku. Agar siz miyada fatayatkum mu'minatda chuqum bu fatayat mu'minat bo'lish kerak desangiz, oyadimi hur kitobini ag'linmaydi deyishingiz kerak. Unda demadingiz. Zammala isbaq. Yani hur ayolni olmoqchi bo'lsa, musulmon bo'lmasa, ahli kitob bo'lsa bo'ladi. Unda o'nkin miyadimi unda shart emas. Qul olgandimi mu'mina bo'lish shart emas, kitobiya bo'lsa bo'ldi. Ya'ni birisining qo'lidagi musulmonlarning ilkidagi bir kitobiya cho'r bo'lsa nikohlab olsam bo'ldi demoqchi.
Ma delilmam de ilzami delilken kuşlukken. Taqid bilgen Müslümün kuluna gibi. Ayada muhsanat ne? El-mu'minat da kayıt koydu o. Ayında kayıt koygan turuqluq. Sen kitabı azam buldu deb turib oldun ayada. Niyada o'xshash deyishing kerak mi? وقال ابن عباس ومما وسع الله على هذه الأمة نكاح الأمة واليهودية والنصرانية وإن كان موسرا. ابن عباس رضي الله عنهما مش آياتنا تفسيري من دربته. Allah Taala muş ümmetke böyle kengçilik qilib bergan ishlarning jumlasidan didek asimo buldigan. Yani hür alaladigan turuqliq va inkana musiran degani bay hür ayolning to'yliqni beraladigan bay holati turuqliq didek asimo bo'ladi. Ahli kitob Yahud Nasara asim buldi degini shu ummatga xos kengçilik qilib bergan iltifotlarning jumlasidan. Demak, bundan başqa ma tafsir hozir Imom Abu Hanifaning qarshini kuchlantirgan dalil. Va fi dalilun lana fi mas'alati at-tawl. Yana mush oyatda tawl masalasida bizning qarshimizga dalil bor. Chunki Imom Shafiy at-tawlan deganimi bu shart deb hur ayolni ololmaydigan bo'lsang, qurbon yetmasa, undan didek olsan. Lekin hur ayolni oladigan turib, didek olsan olmaydi deb turadi. Adam at-tawlni shart qilib qo'ydi, didek kirish. Bu mu mafhumu şart. Mallama istatımankum tavlan degenen şart dalalat nima? Mafhumu şart. Bu mu sulhda azraq. Mafhumul laqab, mafhumus sifat, mafhumul adad degandek. Yani bilmezler. İmam Şafii hür ayolni olammasan, qurbon yetmasa, ondan dedek alız bo'lmas ruxsat yo'q. Hür ayolni oladigan turib dedek alsan bo'lmaydi. Yani bu oyatda biz yuqoriga o'tib ketgan bir oyatda zuqqa tamastamtatum bihi minhunna faatuhunna ujurahunna farida. Buni shiala nikah mut'aning dalili deb turadigan. Biz yo'q bu oyatni oldi keyingi obdan qara. Bu odatga shu normal nikah degan oyat ma'vo deb turgan. Endi ma oyat qarasak mana va man lam yastata minkum tawlan degan ekan, yuqori qarshi gapmi? Shu odatga normal nikahda kelgankan deganga dalil bo'ladi. Chunki u nikah mut'a qilay deb qolsa, 10-20 ko'rlamni nikah mut'a qiladi. Hammadan unga imkoniyat bor. Va man lam yastataminkum tawlan degan 50 ming 60 ming to'ydigan. Bilamaydigan bo'lsa, ash xotini baqamaydigan bo'lsa, degan gap ma'vo. Demak, mush oyatdan hozir yuqoriqi shiyaning so'ziga raddiya bor. Ma raddiyami kuchli raddiya ekan. Vallohu a'lamu bi imanikum. Allah sizlarning imanını en yaxshi bilguchi. Fihi tanbihun ala qabuli zahiri imanihinna. Xuddi o'sha islom masalasi zahiri ko'rinishda shahadat etgan bo'lsa, men musulmon desa, shu iymon baliqqa shu hisob, shu qabul qilsan bo'ldi demakchi. Bu sirtligini sen qarab, shuni bilan qabul qilsa, ishliginchi Alloh bakrak bo'ldi. Sen bilmaysan uni. Unda sen sirtligiga qaraysan demakchi. Yani bir taraftan bu, vallahu alam bi imanikumligini sizlarning unda qulluq olsun, dedek olsun, niyatdan muhim masala dildagi iymon. Inna akramakum indallahi attaqakum bo'lgan ekan, osh iymonni Allohdan eng yaxshi bilguchi degani, hur bo'lgan bo'lsin, dedek olsun, kimning afzalligi, kimning Alloh yaxshi bilguchi degan. Niyatda hozir masalaninki nima ko'rib taqildi bo'lsa, iymon ayrıydı xatni. Unda hör ya dedek deb. Belki bazı bir dedekler şunda takvadar salih bo'lishi mumkin. Ve delilun ala ennel iman huve tasdiqu dun amelil lisan. Mush oyatda iman qalbga tasdiq bilan iborat degan shu qarashda dalil bor edi. Endi bu qarash kimning qarashi? Abu Hanifa. Ya İmam Maturidi ve Eş'ari'nin qarashi. Eş'ari bilan İmam Maturidi'nin qarashi. Ebu Hasan Eş'ari deyotgan: "El-iman ve tasdiqu bil janan ve amma al-qawl bil lisan vel amal bil arkan fa furu'uhu." Bu fitleştirmay, lekin o al-iqrar bil lisan ve al-amal bil arkan bu furu'ul iman deyotgan. Amal lisan degani shahadatdan. İmam Abdullah el-Hanafi Aqid Tahawiyani sharhlagan chaqda debto: "Zahaba kathirun min ashabina, yani Hanafiya, ila annahu al-iqrar, yani ila anna al-imana iqrarun bil lisan ve tasdiqu bil jinan." deb shunda ta'rifladi deydi. Yani mazhabning ko'pchiligi. Demak, bu yerda til bilan iqror qilishim bor, undan dil bilan tasdiqlashim bor ikisi. Ve minhum man yaqul, yani Hanafi mazhabning ashablarning bir qismi
Hanefi mezhep imamlarının bir kısmı. İnnel ikrara bil lisan ruknun zaidun leysa bi asli. Yani şu dilde ikrar qilish asli. Ama tildan o qo'shimcha narsa, o asli bir rukn emas deb qardilaydi. Va ila hada zahaba Abu Mansur al-Maturidi rahimahullah. Lakin hozir mush oyatda mana dalil bor degani, mush Abu Mansur al-Maturidining ash qarishiga dalil bor demak. Va yurwa an Abi Hanifa. Mush Abu Mansur al-Maturidining bayatin degan al-iman va at-tasdiq faqat degan mushqarash imom Abu Hanifadan rivoyat qilingan. Lekin bu ojiz rivoyat. Imom Abu Hanifadan kelgani, ash ko'pchilik Hanifi mazhab tutgan al-iqrar bil lisan va at-tasdiq bil jinan. Demak hozir Abu Hanifaning at-tasdiq bil jinan va al-iqrar bil lisan degan qarashi bu bir, Abu Mansur al-Maturidininki at-tasdiq bil qalb faqat degan bu qarashi, ondan ko'pchilik fuqahoninki ahli hadislar, yani jumhurning qarashi nima? Al-iman والتصديق بالجنان والإقرار باللسان وعمل بالأركان والعمل بالجوارح. يعني لقى حسن بسنة نصوصه الإنسان ما وقر في القلب وصدقه العمل. مش نعم شو القرش باولا هذا مش آيات والله أعلم بإيمانكم دجان مش سجدة الله تعالى أبو مسلم ما تريدنا قرش يعني bu Eş'ari'nin qarışı mı? Amelni imanın ruknu faqatdan sansa amel qilmagan kishi yo'q kamlamasa dijon qilmoqda. Faqat shu namoz bilan sal taqishidi. Namozdan boshlanmada ma'siyatni qilganlarni kafir demaydi boshqalarni. Qanday qilayizni zani va mu'min degan hadislar shuni chetishlar qana. Demak endi mushu qarash hozir Abu Mansur al-Maturidining qarashi va Ash'arining jumhurining qarashi ko'pchilikning asosi. Ashunga dalil bor edi. Chunki vallohu a'lam bi iymanikum degani bu sirtda ifodalagan bo'lsa, a'lam degan hammaga o'xshash bilib to'qona. Gapini anglagan ekan. Ashhadu an la ilaha illalloh degan ekan, hammadan a'lam bilib to'q. Lekin a'lam bi iymanikum degan ekan, bu dildikini bakrak biladi. Bizlar balki bilmaymiz uni. Qanchalik biladi, ig'izdagi gap bilan biz hammadan uqmadik. Alloh taolo qalbdan qanchalik uqdi. Ashuni demoqchim. Ma'lumot faqat iymonsiz iymon aytgan yoki iymon bilan qarshilmaydiganmi? Yo'q. Nisbatan iymon etmas, iymon bilan munofiqlar o'chaqda eshitib qoldi uni. Alloh taolo dildagi iymon yo'qligini bildi. لأن العلم بالإيمان المسموع لا يختلف. Mana o'zi shahadat etgan bo'lsa, biz hammadan bilib uni. U biraydan bakrak bildigan, biraydan ancha bilmaydigan bunda bo'lmaydi. O'xshash bo'ldi. Endi a'lam degan ekan, bu dildagi iymon ekan deb qaraymiz deydi. Demak, dildagi iymonni bilish muxtalif, shunami? Undan ekan bu a'lam degan mishin unga tushdi deydi. Ba'dukum min ba'd. Biranglar. Yani tiganglar bir degan ma'noda o'tgan kitobda. Ey la tastankifu min nikahil ima'i. Didaklarni nikohlab ilishdan o'zingni cho'ng tutolmanglar. Fakullukum banu adam. Chunki hammanglar shu odam bo'lasiz. Tiganglar bir. Wa huwa tahdhirun 'an at-ta'yir bil ansab va at-tafakhur bil ahsab. Bu man hur adamtim ya man hurning bolasitim deb munda nasab hasab bilan faxrlanib boshqalarni kamsitishdan ogohlantirishdir dedi. Bu aytgan so'z bilan vallohu a'lam bi iymanikum bilan ikkisini birlashtirsakmi, man hur sen dedik degan bilan iymonni Alloh taolo bildi. Balki dedakning iymoni senkidan nochroq bo'lishi mumkin. Bu yerda afzal bo'lishning o'lchami iymon bo'lish. Bo'lmasa ammo shu odamning bolasi tigangli bir iymon bilan ondan martabanglar o'xshash bo'lmaydi degan bo'ldi. Fankihuhunna bi izni ahlihinna. Shunga shu dedaklarni xo'jayinlarning ijozati bilan, ruxsati bilan nikohlab ilinglar dedi. Ya'ni ahlihinna sadattihinna xo'jayinlari. وهو حجة لنا في أن لهن أن يباشرن العقد بأنفسهن. Muş ayet hozir bizga dedi. Ay dedeklarmi? Aldım tegdim degan chaqda tegdim deganni o'z og'zi bilan o'zi shu so'rinda deb nikoh qilsa bo'ladi deganga dalil bor. Biz shunda deb qaraydik. Nikoh Imom Shafiy va boshqalarcha bu nikoh ishi o ayollarning so'zlami, shu valining so'zlari bilan bo'ladi deb turadi. Nikoh ishida ayollarga unda hech qanday gap qilish huquqi yo'q degandek. Lekin dünyada ma'yan dalıqlab bir izni ahlihinna. O didek xo'jayindan ruxsat oladi, samma xo'jayindan ruxsat olib, ma dideklarni ma olay debdin. Lekin shu so'rinda taqdim deydigina kim? Ay didek o'zi. Liannahu a'tabara iznal mawali la aqdahum. Bu xo'jayinlar
nikahını şulu kılıdı demede şu direklerinin akdı kılışıga ruhsat yurdu dedi. وأنه ليس للعبد أو للأمة أن يتزوج إلا بإذن المولى. Yanandan bunun da bir delil var dedi. Ne gelse bu didek ya kul olsun hocayının ruhsatını elip andın toyqlalaydıqlık delil var. O özlüke xalığança öyle demdeklan beriplan müslim düşüp toyqlanmaydı. Ben toy qilmoq chitdim, ijozat beramlar, ijozat beray ma'qul. Desa undan qiladi. Bo'lmasa toy qilinmaydi. Nahlina degan kim boramning xatosi. Ya hozir ma dedeklinimizsa fankihuhunna bi izni ahli. Hozir bir ayolni alamaydiganlar dedeklinlar deymizmi? Shu dedekni olish gapadi. Fankihuhunna bi izni ahlihinna degan. Agar hurdilab qolsak, shu valiyning ijozatini olib nuqlanmaydi. Lekin yoda so'z hozir dedekda. وآتوهن أجورهن بالمعروف موافق مقدارda ularga mehr to'liq beringlar وأدوا إليهن مهورهن بغير مطل وإدرار so'ramlik qilmay keyingi so'z o'tmay ziyon umay gachsiz beringlar to'liqini deydi وملاكو مهورهن مواليهن endi shu to'liqlarning egisi kim bu to'liqni masalan 500 koy ya 1000 koy to'liq olgan bo'lsa şu to'yliq şu pulning egisi ash xo'jayini. Chunki dedek degandan qul degandan mulk bo'lmaydi. U pul to'yliq ash xo'jayinning chiqishirgan pul. Egisi shu. Fakana ada'uha ilayhinna ada'an ila al-mawali. Yani ash dedekki birin degan gap ash xo'jayinga birin degan gap shu deydi. Li'annahunna va ma fi aydihinna malul mawali. Ash xo'jayinlarning mol mulki iborat. Dedekning o'zi, dedekning qo'li o'chigan pulni hammasi ash xo'jayinning mol mulki. Yoki bunda taqdir qilsam bo'ldi. Fa'atu mawalihinna faqadifal mudaf. Ashular biringlar degan shu xo'jayinlik biringlar degan bo'ldi debdi. Balki endi shular ba'sa balki shunlamda o'zimda bir umrda biroz qatimda bir qo'liga tuchirib qolgan bir ahvol bo'lgan o'zi bir xalqini elib keydigan mektebni qilsin, mayli. Xo'jayinning neyli olib bandimizmi? O'ziga ba'sa ya bir qo'liga bir bilezik salamdo ya uzik salamdo emas. Lekin Qur'on Karimning iborati va atuhunna deydi. Shularga degan zohir shu. Xo'jayinlar dedekliga qo'liga berib o'tgan narsani keyin yondirilishi huquqidan. O yandirish bir qilgan narsani yondirgandek bir ish bo'ldi. Lekin shu dedeklarga xo'jayinlar narsa berib o'tsa bo'ldi. Makinni kiygan, ammo uzik sanavson, buna shaxsiy mulk qilib berilgan ahvol bor. Muhsanatin yana bu yerda iffetlik ayollar deb keldi. İffetlik dileklarni alinglar demakchi. Halun minal maf'ul fi wa'atuhunna wa'atuhunna ujurahunna muhsanatin. Yani iffetlik bo'lgan holatda ashunda to'yligini berib alinglar demakchi. G'ayra musafihatin zawanin alaniyatan. Biz sifah deganni lug'at ma'nosida ko'kutish, manini bekat ko'kutish zina deganni. Shu musafihat degani yada ochiq ashkara zina qilmaydigan holatda demakchi. Wala muttaxidat ahdan ashina tutmagan holatda demak. Ahdan xadan degan ashna. Zawanin sirran debdi. Ashniga maxfi emasmi? Maxfi holatda zina qildigan bo'lmagan holatda ashunda to'yliqni berib ilinglar. Wal ahdanu al akhillau fi sir. Al xadan degan ahdan ko'plikka maxfi tutgan ashna. Nima uchun sen dedeklar odatda shu o'ldiki boshqa malay bo'ldimizmi? Şunun ba'zisini shunda ashna o'ynaydigan ishlar bor bunning. Odatda dedek degancha unda afifa bo'lmaydi. Shunning iffetliklarini, unda ashna o'ynaydiganlarni to'yligini berib ilinglar. Unda zina qilganlar bo'lsa, uni saqlaninglar demakchi. Faida ahsunna, mana nikoh oldinglar, nikoh olgandan keyin unda ay tekkandan ba'zir endi iffetlik bo'lishni uni degan gap. U ashna boshqani tashlaydiganmi bu? Nashni qilmaydi. Yoki tegidan bunda qilmaydigan ayol to'y qilgan ekan, taqimamda iffetlik bo'lib ketdi bu. Bir xil qo'daldi. Yetkazib ketdi. Ahsanna kufi g'ayri has. Ahsanna deb, yani uhsinna deb mabni majhul emas, ahsanna deb mabni ma'lum keldi. Bu qiraat hozir hafsdan boshqa kufi qorilari shunda ahsanna deb qiraat qildi. Lekin bizning qiraatimiz shu hafsdan an asim bo'lgan ekan, biz uhsinna deb qiraat qildik. Ahsanna wasın buldu. Ahsanna furujahunna ve azwajahunna. Özlerini mi? Yani iffet kılvette. Erlerini mi? Ermin ihtiyacını bu dede qamdığan ekan, er mi talaq qaramaydigan şekilde ihsan bo'lib ketdi demoqchi. O'zini va erini qo'ydi degan ma'noda. Fain atayna bi fahishatin, agar mujna olgandan keyin biroz na fahisha qilsa,
Fahşe yani zina demekçe. Fe'aleyhinne nisfu ma alal muhsanati minel azab. Yani ularga aşı muhsan ayallarga yani hür ayal demekçe. Ehsan ya da hürmayınızda. Yani toyuklan desek satak söylüyor. Hür ayallarga belgilengen cezanın yerimi buludu. Yerimi icra kılındı deptu. Minel azab yani ceza. Belgilengen ceza minel had. Yani 50 celde. Bu çağda hür ayallar, hür tehe toyuklanmagan kızlar zina kılsa 100 celd uruş ceza barda. Bundan iken aşının yerime bunu icra kılındı. Yani bu toy kılgan bolsun ha. Maddede hazır toy kılgan. Lekin toy kılmagan hür kızlar zina kılganda bildiğin cezanın yerime dedi. Aşı çamı kesekmen yerime deyiş gerek. Çamı kesek yerimlaştı olunmalı iken. Yani el-harairul ebkar danılmışsın. Mutazavvıcat demesen. Demek bu didek hazır toy kıyısı mı? Bunun cezası ağırlaşmaydı o din yapmam. Toy kıyısı bunun yüzlerine uğraştın ağırlaşıp çamı kesek ötkürüp de. Bunda bir nime kirttik alınızga. Lekin niyada yak bunun ise onda ağırlaşmaydı. Şu kızılı zina kıyğandaki yüzlerininki yerimi buludu. Bunun ağırlaşığa ahval yok demekçi. Diyecekimden ondan toy kılmağına zina kıyıp kalmazının cezası şu. Sayın Bukhari kelgan bir hadismi ki bir qatım zina qilsa jald urunglar, 3 qatım zina qilsa jald urung, 3 qatım zina qilsa jald urung, 4 qatım zina qilsa setirtinglar. 50 yil mazuranda ya. 50 bo'lish kerak, 50 bo'lish kerak. Demak, to'y qilmagan chaqda zina qilganlar 50 darra, to'y qilib bo'lgan degan qiz yana shu 50 darra. Undan esketmaydi demoqchi oyatda. Balki ham uning 50 dan az bo'lishi mumkin vallohu alam, lekin hozir tizimda kitobda dal ko'magandan narsa bo'lmaydi. وقوله نصف يدل على أنه الجلد. يرمي ديگەندىكى لام bu aşı derri uruşkan, qamçılaşkan deb tushunimiz deydi. لأن الرجم لا ينتصف. Çünkü çamı kesaklaş degan u yerimlashni ulanmaydigan narsa. Asasan o'ladigan onda. Yerim o'lak, chala o'lak bo'g'icha çamı kesaklar undan to'xtaydi degan ish yo'q. وأن المحصنات هنا الحرائر اللاتي لم يزوجن. Demek el-harair el-ebkar demek için şerke. Muhsanatın maksat. Zalika aşu digini nima alsa mushidideklarni nikohlab ilishinglar liman khashiyal anata minkum. Bu qattiq sinib qilishdan ansirganlarga uchun dedi. Anat degan mashaqqa. Liman khafal ismallazi tuaddi ilayhi g'alabat ash-shahvat. Shahvat g'olib kelib qilib, xotin ammay o'zini tutolmagan ahvolda gunoh qilgan degan, shu gunoh avachlikqa apirdigo jazo bo'ladi. Yani dunyo va oxiratda uning anda bir jazosini ko'rdimdi. Başında ceza kirib qiynib qilishdan ensirganlar uchun berilgan hukm ma'vod edi. Demak İmam Şafii ana umadan satanın tavlan deganga o'xshash bir shartdan bizni chiqarib, yani gunoh qilishdan qo'rqqan odam, yana hurni ololmaydigan odam ondan didek oladi. Bo'lmasa zina qilishdan entirmaydigan xotirjam yashaydigan odam o'chaqda didekni olmaydi yana deb turadi. İmam Abu Hanife ana bu yani emri irshad demakchi. Yani bu qiynib qilishni qo'rqsanglar, o'sha e'lonlar degan tariqada. Lekin qo'rqmasang bu oson bo'ldi deydi Abu Hanifa. Va aslul anat inkisarul azmi ba'dal jabr. Anat degan so'zning tigi bu so'nglikni tinib bo'lgandan keyin, ya'ni ikkinchi qatim yana shuni kessa bu anat bo'ldi. Chunki bu bek avarchilikdan bu, va duma'anittum makan. Azizun alayhi ma'anittum, tasta'ira li kulli mashaqqatin va dararin. Aslida kirishi shunda, lekin keyingi bosqichda har qanday ziyon, mashaqqat, jafo, qiyinchiliklarga ishlatilaveradi deydi. Wala darara a'zama min muwaqatil ma'asin. An gunoh ma'siyatni qilishdan bakrak ziyonlik narsa bormi? Yo'q. Lekin jada gunoh qilishdan tafsir qilsak bo'ldi. وعن ابن عباس رضي الله عنهما هو الزنا لأنه سبب الهلاك. ابن عباس مش هنا تفسير. يعني هلاكت كتشب قينلب قلishga sabab bo'lgan narsa bo'lgandan zina degan, shu zina desak bo'ldi. وأن تصبروا في محل الرفع على الابتداء. يعني sabr qilishinglar degan gap. Ay va sabrukum an nikah al-ima'i muta'affifin. Nat bek ipat ko'rab, o'zinglar ipat tirishib, dedekni olmay, bunda chidab turganinglar bu yaxshiroq. Afzal demakchi. Bu xuddi ma'vazir Imom Shafi'ning muslisal kuchlantirayotgandek. Va antasbiru khayrul lakum. Li'anna fihi irqaqul walad. Mana boshqa bir xo'jayinning dedikini olgan taqdirda bu dedekdan bo'lgan farzand qul bo'ladi. Xo'jayinning bo'lib qoldi dedi. Baytingizga.
وَلِأَنَّهَا خَرَّاجَةٌ وَاللَّاجَةٌ مُمْتَهِنَةٌ مُبْتَدِلَةٌ. Xarraja degan to'la talaq qilgan. Dedekni say ekran, yerdan go'sh ekran, sopun ekran deb shu ish ko'radigan gap. To'la ko'chib chiqadi. Vallaja degan to'la kirdi. To'la chiqdi, to'la kirdi. Mumtahina to'la xizmat qiladi dedi. Ishlaydi. Mubtadila hammadanga shirab do'qirib turgan ayol bo'ldi dedek degan. Va zalika kulluhu nuqsanun. Buning hammasi bir xil kamlik. Yarja'u ila an-nakihi va mahanatun. Yani bu kamlikning hammasi kim ko'rib taqiladi ekan? Erga. Mushu sabablardan biri gapsiz gap qilish erga keldi. Va mahanatun. Yana er musabtin xarulda aslabam. Erni qilgan xotin, erni qilgan xotin. Val izzatu min sifatil mu'minin. İzzat o'zini shunda aziz tutish bu mu'minlarning sifatlarining birisi. Valillahil izzatu va li rasulihi va lil mu'minin. Undan keyin sen o'zingni xar qilma. Dedek ish orqali xar bo'lib qolsa, bu dedeklarga ba'zi odamlar chaqchaq qiladi. Shuna bu kimning aylida, tutanning aylida deydi, shundan o'zingga yaxshi bo'lmaydi. Va fil hadisi al-harairu salahul bayt. Bir ayol degan uyni tuzdigan narsa yoki salah edib. Val ima'u halakul bayt. Dedek degan shu uyni vayron qilgan buzdigan narsa edib. Ajra. Bunu Deylemi fi Musnadul Firdaus rivayet qilgan. Şu Musnadul Firdaus diyemo şu aciz rivayetli ba asasen. Ha, yo'q so'zda ekan. Ya bu Rasulullohning degan so'z emas. Muhammedda chiqdi. Vallohu g'afur. Endi ayında qilsasanlar Allah kechiruvchi demakchi. G'afurun bi satril mahzur debdi. Yani cheklangan ishlarni qilsasanlarmi, ashu cheklangan ishni yo'gash orqali apuqludi demakchi. G'afara degan yo'gi degan ma'nosi emasmi? Rahimun bi kashfil mahzur. Mahzur demekda jazo azob deshnami? Azobni ko'tarish orqali beyin shafqat qiluvchidir. Ana mushu vallohu g'afur degan mushu so'zdimi? Nima ishorat bor? Dedeklarni ammanglar. Xuddi elish, gunohdak. Yani aşı dedek eştin nefretlendirişadi. Gafur dedi. Dedek atan Allah keşirdi gene bu günah diyendek bir iş var. Ben tasbihü hayrullakum Allahu gafurun diye müşiyettin mefhumudun fikir söyleyeyim. Nesep ne yaxşılaşkan Müslümanların kızık doğalıkta çıkıyor. Ya nesep, izzetli kulaş, yani deviz bulmaslak. Yani o özünün namıga, ayalı arkalık onda bir gep qilmaydigan bo'lishi kerak. Irqa qilib balası qulab qoldi unda ahvolda dedek asarimiz. 20-oyat yuridullohu liyubayyina lakum. Bu yangi boshlangan jumla. Yani yuqorqi ahkamlarni hammasini bir muayyanlashtiradi. Yuridullohu liyubayyina lakum. Yuqorqi ahkamlarni o'qish orqali Alloh taolo sizlarga aniq bayon qilib berishni xohlaydi. Aslu yuridullah yubayyin lakum fazidatul lam muakkidatan li iradati tabyin. Yuridullah an yubayyin lakum. Lam mishada artıq keldi. Zaida lit ta'kid. Niyadam da lit ta'lil deymiz buni. Yuridullahu limaza? Li ajli tabyin demek. Kama zidat fi la abalaka. La abaka degandek bo'lsa buni aslan abaka desimi yani sening bo'lib tushunama. Laka deb keltirganimi? Bu mu ajdadiga mansub qilishni taklashni iboratda dedi. Val ma'na yuridullohu yubayyina lakum ma huwa khafiyyun alaykum min masalihikum va afadili a'malikum. Alloh taolo sizlar qilmay qolgan, sizlarga mahbulab qolgan foydali bo'lgan ishlarni, yani fazilatli ishlarni sizga bayon qilib bermoqchi dedi. Va yahdiyakum sunanalladina min qablikum. Yana sizlardan ilgari o'tgan azatlarning tutgan yo'liga yetaklamoqchi. Ayyahdikum manahija man kana qablakum min al-anbiya'i was-salihin wat-turuq allati salakuha fi dinihim litaqtadu bihim. O'zlarining diyonatida tutgan yo'liga yetaklamoqchi. Yetaklash orqali qanday ashulaga iqtido qilsanglar yaxshi bo'ladi demoqchi. Yani bu yerda sunanalladina min qablikum dedi. Ba'zi olimlar debdi, bu ilgirki payg'ambarlarning shariatidimi mushu hukm o'xshashdi degan gap chiqmaydi bundan. Lekin yuqorida bayon qilgan bu ahkamlar boshqa ilgari o'tgan payg'ambarlarning shariati boshqacharoq bo'lsa-mu, lekin bu yana bir xil Alloh taolodan kelgan shunda mush turdagi ahkamdan iborat demoqchi.
Yani sizlarga foydali ahkamlarni keltirishda ilgari payg'ambarlarga shularga keltirilgan foydali ahkamlarga o'xshash ahkamlar shular demoqchi. Yuridikum sunnanlazin degan qabul qilingan ilgari payg'ambarlarning hukmlari bizning shariatimizga taqoshmaga tutsak bo'ldi. Bo'ldi. Va yatubu alaykum yana sizlarning tavbalaringizni qabul qilmoqchi, tavbaga muyassar qilmoqchi va yuvaffiqakum lit-tawba. Yak tavbaga va taatiga irshad qilmoqchi. Yuvaffiqakum lit-tawbati amma kuntum alayhi min al-khilaf. Ash payg'ambarlarning burunqi solihlarning tutgan yo'liga xilaf kelib qolgan ahvolda bo'lib qolsa, unga sizlarga tavba qilib, o'zingizning o'ngshilishinglar uchun debdi. Yani tövbe alaykum ve adam yuvaffiqakum lit-tawba deb biz tavba deganda ala bilan kelgandikan, endi do'q tavba qilsangiz qabul qilish degan ma'noni o'zicha olgan, ma'no qabul. Vallohu alim bi masalih ibadihi hakimun fi ma shar'a lahum. Vallohu yuridu an yatuba alaykum. At-takriru lit-ta'kid va at-taqrir. Ya adam da vallohu yuridu an yatuba alaykum da yatuba alaykum ne hazır? Yuridunimi ikkitan takrorladi. Buning uchun ta'kidlash, texmi muayyanlashtirish uchun yana va taqabul. Yada kafirning ahvoli bilan mu'minlarning ahvolini bir-biriga selishtirish, qarama-qarshi qo'yib selishtirishdan iborat. Chunki oxirida va yuridul ladina yattabi'una shahvat, ya'ni fujjarning ahvolini bayon qildi. Ava mu'minlarning nima ishni selishtirmoqchi. Va yuridul ladina yattabi'una shahvat, shahvat havo havaslarga agishadiganlar xohlaydi deydi. Alloh azar sizlarning taat ibodat qilishinglarni ahkamni aniq ayirib, to'g'risi amal qilishinglarni, tavba qilishinglarni xohlaydi. Hamda shahvat arzu havaslarga agishadigan kafirlarcha sizlarning shunda yo'ldan adishib, gunoh qilishinglarni xohlaydi dedi. Maylan azima. Agar jinoyatkor bo'lib ketishinglarni xohlaydi. Va huval maylu anil qasd. Mana qasd yani to'g'ri yo'ldan adishib ketish, qayrilib ketish. Val haq. Haqdan to'g'ri yo'ldan qayrilib ketish. Wala mayla azam minhu. Buningdanmi ig'ir xatarli qayrilish bormi? Yo'q. Bimusaadatihim va muvafaqatihim ala ittiba'i shahvat. Bular xolishi nima deb iborat desa, sizlarni, ularni debdi. Ya'ni sizlarni shahvatlarga erishishga deb hamkorlashib, o'yinga boshlab, texmo qiziq turib, yordam qilib, vaqila endi bu mushu yuridulladan yatarona shahvat kimlar? Ba'zan umul yahud, yahudilar deb bo'ladi. Listihlalihim al-akhawat li-ab va banat al-akh va banat al-ukht. Yani İslam haram qilayotgan mushtirlik ayollarni halol deb tarafga yahudilar. Yani bu bir qo'saqdan chiqmagan ekan, dardi bir singli bo'lsa och bo'ldi demoqchi ekan. Va banat al-akh va banat al-ukht. فلما حرمهن الله قالوا فإنكم تحلون بنت الخالة والعمة والخالة والعمة عليكم حرام. Bular da Allah Taala aşularni haram qilayotgandan keyin bular haram deb qaramaydi ekan. Musulmonlarga bunda dalil qo'yib, qiyos do'li qo'yibdi bular. Sizlar hammaning qizini halol deb qaraysizlar. Lekin hammaning o'zi haram. Hammaning o'zi haram turg'liq, hammaning qizi halol deysizlar. Fankihu banatul ukhti wal akh. Ukhtni sizlar haram deb qaraysizlar. Undaqanki ammana xalana haram deb qaragan ekan uning qizini olgandak, undaqani haram deb qaragan ukhtining qizini ilanglar demoqchi ekan. Yani ya da hazır qasa banatul akhi wal ukhti ala banatil ammati wal khala. Şunama? Bijami'i anna ummahuma la tahil. Demek anısı halal emas. Kızı halal. Ammanın kızı halal oldu. Ammanın özü haram. Daha ki hemşirinin özü haram. Kızı halal olsun mu? Olmaz. Bazıları mecusiler de bu tefsir kılıyor ki. Çünkü bularım şu ahvatlı bunda hemşirinne bir qo'saqdan chiqmagan ekan deb nima qilgan. Shu Zaradashning vaqaligi var o. O'zining hemşirisini oldimi shu. Yuridullohu an yukhaffifa ankum. Yani ta'kid yuridu degan, Allah Taala sizlarni yengillatmoqchi. Bi ihlal nikahil amati. Direkt nikah bo'lsang bo'ladi deb halol qilish orqali sizlarga yengillikni keltirmoqchi. Va g'ayrihi min ar-rukhas. Bundan boshqa nurg'un ruxsat qilgan, kamchilik qilgan ishlar bor. Yani tövbeyi qabul qilishing bormi? Shunga o'xshash unda kamchiliklar bor. Shu kamchiliklarni birish orqali ustinglarga yukni yengillatmoqchi. Va xuliqal insanu da'ifa. İnsan ojiz yaratilgandir. Bu insonning ojizligi bilan la yasbiru an shahvat. Shahvatga duch kelib qolgan taqdirda sabr taqat qilolmay qoladi. Chidayolmay qoladi. Yana taat ibodatning qiyinchiliklariga bardosh berolmaydigan tarafi bor. Ayollar kelgan chaqda bo'lanmaydi. Yani insanın tabiatını bayan kılıvatılar. Bunda yaratılgan. Şehvet
unutilgan manda demek. Ya ayyuhallazina la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Endi oyatda ba'zi harom qilingan mal-mulklarni bayon qildi. Yuqorida harom qilingan ayollarni bayon qilgan. Ya da harom qilingan mal-mulkni bayon qildi. Yana adam o'tirish masalasini to'xtaldi. Nima uchun degan chaqda mush mal-mulk masalasimi bek muhim. Aslında ayollarning holallaram masalasi adam o'tirish dinga o'xshash darajada mal-mulkning ahamiyati bek zo'r demak. Yani birbiriga chetishlar qilish. Ba'zi adam o'tirish shu mal dunyo uchun o'tirishi mumkin. Yoki xotin uchun o'tirishi mumkin. Yani pul mol ashamasa sulasi yani. İman etganlar mal-mulklarni o'zaro nohaq yevilishmanglar. Bima lam tubihu shariat. Batilligini shariat mubah qilmagan shaklda. Masalan, o'g'irlik, xiyonat, bulab elish, tatilish, qimor o'ynash, parami bor, qo'yitish, jazonxo'rlik degandek. İlla an takuna tijaratan. Faqatlamda o'zaro rozilik bilan tijorat qilib qolsanglar mayli o'chadi. Tijaratan kufi, yani mush bizning qira'atimiz shu. Kufi qorilari tijaratan deb qira'at qildi. Boshqalarcha tijaratun. Bu anda akana tamma degan ma'noda. İlla an takuna tijaratun degan ma'noda. İlla an takuna tijaratan an taradin minkum. Faqat lam tijarat o'zaro rozi bo'lgan tijorat bo'lib qolsa mayli. An taradin minkum sifat tijara. Ay tijara sadira an tarad bil aqd aw bit ta'ati. Ya aldım satqın degan kelishim orqali yoki eg'izda bir narsa deyishmaylam, shunda elib berish orqali deydi. Ta'ati degan gap so'z qilmaylam, shundan bagim. Mesela 30 chiqmas, shunda bir ko'y bo'lsa, biz bilan tasdini. Ya biz bilan baslar ya aman aldım berdim degan gap bo'lmaydi. Tanlab oldirdim hozir, ha. Ana qavg'aga tet qilib qoldi shunga. Yoki amitni tizib to'layotgan bo'lsa, nishpilligini uqsaq, qachon shu bitcoin tashlab bilan bizda 5 amitni ketimiz bor. Ba'zan dursan shul qarash bor. Joiz emas. Bunda arzon naslda joiz, qimmat naslda joiz emas. Men o'shada ta'ti bilan bo'lsin, yoki aldım satdim degan lafz bilan bo'lsin, rozilik bilan bo'lib qolgan tijorat bo'lsa bo'ladi. Wal istisna'u munqati'un. Endi istisna yerda munqati' deydi. Bu ma'nosi bo'ldi. Naqiyan var, lakin ne deymiz endi? Lakin uqsudu kavna tijaretin antirat. Razıqdan kelib chiqqan tijoratni ko'zlanglar. Aw walakin kavna tijaretin antiradin g'ayri manhiyun anhu. Yoki o'zaro razıqlan bo'lgan tijorat buni cheklanmaydi degan mazmun bor. Va khassat tijarata bizikr. O'shada boshqa turli hamda Allohda nima qilgan kirimmi borganda. Degan ya tijoratlar qilg'aldi. لأن أسباب الرزق أكثرها متعلق بها. Çünkü kirimnin köpüncesi ticaret bilen çetişler. والآية تدل على جواز البيع بالطاعة. Muş ayette lafz işletmeyle ilüsetişninki şunda soğudununki caizliğine delil var. Çünkü tarab yani razılık mı ifade razılık degen şeriktil razılık bulduğunu razılık. Söz buluş gerek emez. وعلى جواز البيع الموقوف إذا وجدت الإجازة لوجود الرضا. Yani bazı bir so'z satib, ba'zi narsa qarashliqda to'xtab qo'ydigan ish bor. Lekin kishikoning ilib satqini dazisining roziligiga qarashliqda do'qmaslan. Lekin dazisi rozi bo'lgan chaqcha joiz bo'ladi. Demak, rozilik bo'lgandan keyin bularga hisob dedi. Va ala nafi xiyar al majlis. Mush so'rindan qo'pib ketkishi, yenilish ixtiyorligi bor. Bunda so'da joiz emas, yangi dalil bor dedi. Bu hamda xilof bo'lgan masalalarning birisi. Mush oyatni shuning joiz emasligiga dalil qilganlar bor. لأن فيها إباحة الأكل بالتجارة عن تراض من غير تقييد بالتفرق عن مكان العقد. Çünkü bu ayette, fi hadi muş ayette özara razı olup qilgan ticaret orqali yesan mubah dedi. Min gayri taqyidin bittefarruq an makan al-aqd. Soda kelishim to'xtamni qilgan o'rindan ayrilib ketsan andin bo'ldi dedi. Xiyar majlisda şu so'zni qilgan o'rindan ayrilib qolib ketsa andin u rozilikka shu chaqda ifodalangandek bo'libdi. Uningcha xuddi rozi bo'lmagandek ekan. Tarafni da rozilikka toza tushmagandek. Ayrilib ketsan andin shu chaqda so'z bo'libdi degandir. Bundan oyatda bu ayrilmaslik degan gap yo'q. Bundan xiyar majlisni shart qilishing joiz deyish bakar demoqchi. Va taqidu bihi ziyadatun alannas. Lakin tafarruq bo'lsa andin bu so'z tutdi deb undan nima qilish
bu oyatga ortiq bir narsani qistirib qo'yishdan iborat. Oyatunda iftiroq, meclislar degan gap yo'q. Shu to'g'risida hadisga ma'lumot farq. Hadis qartadir. Hadisni qo'yib, oyatni tarjih qilamiz deb turib. Bunga ish dalil bor. Tarjih qilaman degan Abu Hanifa'ga qarshi. İmam Şafii dedikken, razı qachon bo'ladi? Ash kilishim qilgan, ash so'rinni o'ylab ketgan chaqda shu razı shu chaqda bo'ladi. Ya'ni bo'ldiman bu sodini hisob qilib o'tay, qo'yib ketsam shu hisob bo'ldi deb qo'yib ketdi. Shu chaqda razı qildi degan. Bizning qarashimizda tara degan ijab va qabul shu sodini aqd qilgan chaqda bo'ladi. O'rnish shartimi? O'rnish bilan bo'lmaydi. İşte para çıkan olsa kimde psikologda. Sirakam qachon bo'ldi? Kimida tushib, g'arib ketgan hesablamda o'ta g'arib ketmagan ekanlar. Shafiyat tutdi. Shuna Ibn Umar radhiyallohu anhu bazar bir savdo qilsa, savdo qilib, uni boshqa qarang'ishib ketib, nimqilgan ya tumay. Qatli bunda bir ketib o'tib, hani kelib qarang qilamiz ekan. Chunki yeni olmaydi. Bo'lmasa ashyo turib, biroz soat o'tirib, ondan xiyol bo'lsa do'koncha bu yeni oldimmi, malum satmayman deb yeni olish mumkin. Shuna ataatdan ayrilib aylanib ketib, uniki yana kelib ondan alnini uzitdi ekan. Va la taqtulu anfusakum. Ina o'zinglarni o'ttamanglar. Nishon o'zinglarni deymizda. Nima uchun o'zinglarni de boshqani o'ttasang o'zingni o'tagandek bo'lsa, yoki boshqani o'ttasang qisas uchun seni o'ttirdi. Shundan, ya'ni shu natija o'zingni o'tagan bo'lsa, hozir bu qattiq mubolag'a zajr yani. Yani adam o'tama degan qattiq ta'kidlash iborat. O'ttasang o'zingni o'taman deb kabul ko'rsatish iborat. Men kana min jinsikum minal mu'minin. Yani sizlarning jinsinglardagi bo'lgan mu'minlarni o'tamanglar. Lianna al-mu'minin ka nafsin wahida. Mu'minlar bir jasadga o'xshaydi. Matal mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamatal jasad al-wahid. Dashtaka min udun tada'ala wa sa'ir al-a'da bis-sahri wal-humma. Yoki wala yaqtulur rajulu nafsahu mana. Wala taqtu anfusakum degan o'zingni turolma deydi. Ma bir tafsirimiz. Kama yaf'aluhu ba'dul jahla. Dal nadan xaqla qilgandak yapıllıqlardak masalan. Bunda en yuqori ekan qo'y o'zini turadi. O'sha yig'ilib, yig'ib o'tsa bir to'plashib anda o'zini turoldi. Yildanda necha ming odam o'zini turib, xuddi bir urushda o'lib ketayotgandek bo'ldi ekan. Holatda ishdan bo'shasimi o'zini turoldi ekan. Muhabbatning zarbisi albatta binozni teklaydi. Demak, nadallar qanday qildi? Ba'zi bir achchiq gap qilgan chaqda, ba'zi bir ro'yishib ketgan chaqda o'zini turolgan shotda, "Wala taqtulu anfusakum" ashundan nadan o'zini turolgan kishilardek bunday ishni qilmanglar demoqchi. Mashkin tafsiran bu. Bu Abu Mutal Balxidan rivoyat qilgan tafsir ekan. Lekin bu maskab qopti. Wa ma'nal qatl aklul amwal bil batil. Yani o'tirash degan nima esa mazmuni aklul amwal bil batil. Asho nahaq pul mol yevasanlar, boshqa haqni yevasanlar, bu o'zingni o'tagan bo'lasizlar. Nima uchun? Chunki oxirida jazo uchraysizlar. Jazo uchragan degan shu o'zingni o'tagan. Bu bir tafsir ham bor, uchinchi tafsir. Au ma'nal qatl aklul amwal bil batil. Nima uchunsa fazalimu g'ayrihi kamuhlika nafsihi. Boshqa zulm qilsa o'zini halok qilgan bilan o'xshashdir. Ma uchinchi tafsir. أو لا تتبعوا أهواءها فتقتلوها. ياكي uning yani nafsning keyniga chirib, xoshiga agishib, u nafsinglarni o'ttirayotmanglar degani, ya'ni nafsinglarni shu halokatga tashlamanglar demoqchi. أو لا تتكبوا ما يوجب القتل. Yoki o'lim jazosiga duchor qildirgan jinoyat sodir qilmanglar demoqchi. Bu chaqda o'ltirsizlar, xuddi bu o'zingni o'tagandek bo'lishi. Yani Amr ibn al-As radhiyallohu anhudan kay rivoyatda bu bir qo'shinning qo'mondan bo'lib mangan chaqda aytganda junub bo'lib uyg'ongan. Shuning bilan qattiq sovuq bo'lgan ekan, yuyinmay tayammum qiliblar qo'shinga imom bo'lib namoz o'qib bergan keyin Rasulullohning qishig'i borgan chaqda lashkardan bizsa toza kallasi o'tmagan chansildim bizsa Rasulullohga bu qo'mondan bizga unda junub holatda tayammum qiliblar imom bo'lib namoz o'qib berdi deganki Rasululloh so'raydi ekan. Demiş bunda qildansa Alloh taolo Qur'on Karimda wala taqtulu anfusakum degan, wala tulqu bi aydikum ila tahlika degan. Shunga men so'qda agar yunsam so'qda to'nglab o'lib qolibdi. Yoki bir kasal bo'lib qolibdi. Rasululloh kulib ketdi. Demak, bu oyat nima? Ya'ni la tulqu bi aydikum ila tahlika degan mazmun bilan tafsir qilgan. Lekin unda 5-6 xil tafsir bor. Innalloha kana bikum rahima. Haqiqatan Alloh sizlarga mehr shafqat qiluvchidir.
ağrıp kalmasını to'g'lab kestab qo'rqadi. Bo'lmasa, tayyor bo'lmasa. Amr ibn Las düşkege masalandır. Qattiq to'ng'ashishimda o'yilda unda bekni olib ketmasligi mumkin. Uchul sahra ochiq yerda qattiq sovuq bo'lsa to'ng'ab qolishi mumkin. Yoki qattiq og'rib qoladi. Bizga kulab qolgan, titrab kelgan. Uzoq safarda sen tajriba bo'lib qolib, shuni jo'nish imkoniyati bo'lmagan vaqtida taraklab namoz o'qiyapsan. Bunda chirib yig'ilgan bir to'saq yo'q masalan, endi ochiq yer deydi masalan. Yoki faqat imkon yo'q. Aeroplan poyezd deganda ya'ni bo'lib qolsa, ba'zi odamlar yo'q bu yurmaydigan bo'lgan ekan, buning o'rnini tayammum qiladi. Ba'zida aytdi, yo'q tard oladigan holat bo'lgan ekan, yo'lig'ini bir yo'q. Yani kişilerini bir alırsa, bunun için tayammum kılsa, ikkinci cemleyse bu en ahvat değil. Hadi mesela poyezde gidip bağlan, seni tartağılı buldu. Lekin jünüqlanmaydı. Jünüqlı buluşu mümkündür. Başka işe ağır kılmışsa, ya bir yerden işini tuttursa, kiminin sebep, şunun içinde bir iş kişi su esirip, su koyup kılışı mümkün. Bunun için tartındı, hepsiz. Namazın vakti çıkış ihtimali olursa ne yaptık olan? Bugün çıktıdan da, bir ay gün bunu da mangamdayken, keşiktesi çıktı. Şunu kişilerden bir elini bitip, ondan tayammum kılıdı o dep dualım. Kâne bikum rahîmâ. Yani bu ayette Allah Teala mal mülkni qoğdaşını tapılıdı. Mesela yukarı ayetimiz var. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا dedi. Yani bu ayetten لَا تَقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ dedi. Demek mal mülkni qoğdaş, yani nefsini qoğdaş nima dedi. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ dedi. Demek için ise nefs bilen mal bir tuqqan. Şu mal dünya bilen ondan nefs hayat kalıdığan yer demek. Yani için mal mülkni başlanıp kılıp keyin ondan nefsini dedilerse mal mülkü tecavüz kılış hakkında yoluş köprek buludu. Edem tıraş onun kararında azrak buludu. Şu ikinci kata dedi depti. İnnallah kâne bikum rahîmâ ve li rahmetihi bikum nebbehakum alâ mâ fihi siyânetu emvâlikum ve bekâ'u ebdânikum. Sizga rahim shafqat qilgan bo'g'achqa sizlarning mol mulkingni qo'g'daydigan, hayotingni saqlab qoladigan ishqa tanbih berib qo'ydi, shunga yo'l ko'rsatdi. Va qila ma'nahu annahu amara bani Isroil biqatlihim anfusahum liyakuna tawbatan lahum va tamhisan li khataayahum. Manda tafsir qilingan bakan. Buning ma'nosi Allah Teala bani Isroilni ular tövbe qilgan chog'da tövbe qubululab, haqiqatan gunohdan pak bo'lish uchun o'zingni o'ttirishing kerak deb boshida qonun belgilagan. Vaqtulu anfusakum dedi-ku. Demak, u tövbe qilsa, men tövbe qildim, bundan bu gunoh qilmayman deyishlar emas. Shu o'zini o'ttirsa, unda shu haqiqiy tövbe qilgan. Bo'lmasa haqiqiy tövbe hisoblanmaydigan. Bu gunohni yuvmaydigan ahvol bor. Vaqtulu anfusakum degandan bir-birini degan ma'nosi qolgan. Ayetlen birinci tefsir boyunca böyle takılan güzel kunda. Bizim anlayışımızda muhakkakten anlarlar. Yakın bizim şeriatımız onda şu muhakkakten böyle takılan enfusekum diyenler aynı tefsir kıldı. Lekin ma Beni İsrail'de aynı tövbe kılgan çağda tövbenin şartı üzünü ötüreşti. Üzünü ötüreşti. Üzünü ötürülen. Aynı kaide battı. Ve kana bikum ya ümmet Muhammed rahima. Endi siz kelgan chaqda Muhammadning ummati Alloh taolo beklam rahim shafqat qilyapti. Haythu lam yukallifkum tilka takalif as-sa'ba. Bani Isroil qo'ygan anda ig'ir tek shartlarni siz qo'ymay, ig'zaki ham dilingni balog'lab pushman qilib, ikkinchi unda qilmay bundan keyin to'g'ri yo'llamay deb qilsanlar bu tövbeni qabul qilgan bo'lib ketdi. O'zingni o'tirishni nima qilmadi, yuklamadi sizga. Demak, innalloh kana bikum rahima deganimi? Ashu yuqorqi va la taqulu ma'akum baynakum bil batil va la taqtulu anfusakum degan nahy va shu nahyninki ta'lili. Endi qilmanglar degandir. Bunun sababini shu Alloh taolo sizga rahim qiluvchi deb ko'rsatdi. Va man yaf'al zalik, kimiki shuni qilib qolsa, ya'ni shu o'tirishni, demak, va la taqtulu anfusakum adam o'tirish jinoyat sodir qilib qolsa degan gap bo'ldi. Zalikni qatlga qaytsa. Ay va man yuqdim ala qatl al-anfus yakimda akl mal bil batil va qatl al-anfus bo'lishi mumkin. Chunki yuqorida ikki narsamiz bor. Yoki akl mal bil batil, qatl al-anfus, nikah al-muharramat, mesela zina, unda ilgari taqa akl mal yatim. Shunga o'xshash necha narsani sanagan to'g'ri. Qo'ldagi o'zi yo'layotgan yetimni g'achidan to'liq amallam ilmilash. Mesela la yahillukum an tarithun nisaa karhada. Ashunba shunisilar. Nurg'un narsalar hammaga qaytsa bo'ldi. Va man yaf'al zalika min al-umur allati sabaqa dhikruha.
udvanan va zulman, tajovuz qilgan va zulm qilgan holatda qisasa, ayla qisasa la xatoan va la qisasan. Endi xato qilgani bu da'at emas. Qisas orqali masalan bizni o'tirishmi, hokim qisas orqali bizni o'tadi. Yoki valiyul maqtul qisas orqali bizni o'tasa, uning unday jinoyat emas, tajovuz emas bu. Yoki ijtihod deymisan. Bir masala ijtihod qilib, o'tasiq bo'ldigan deb qilib xato bir hokim masalan. İjtihad qilib o'tirib qolsin, buni dar ichmaydi, udvon va zulm bo'lmaydi. Yo xato o'tirib qolgan bo'lsin, qisas ilib o'tgan bo'lsin, yoki ijtihod qilib o'tgan bo'lsin, bu uning darsi emas. Faqat tajovuz qilib va zulm qilib o'tgan bo'lsa, va huma masdaran fi mawdil hal, qanday holatda zulm qilgan holatda, tajovuz qilgan holatda أو مفعول لهما يعني مفعول لأجله المرشد لأجل العدوان لأجل الظلم يمن فسوف نصليه نارا biz uni pat arada shundoq bir o'tqa kirgizimiz kerak. Demak bu yuqurqilar shuni adam o'tirish bo'lishi mumkin yoki yuqurqqa cheklangan ishlarning hammasi bo'lishi mumkin. Ya'ni yuqurqqa hammasi xatarlik ahvollar. Alloh taoloning surani boshlagancha ya ayyuhan nas taqudizgo taqvodorlikqa taqishadigan ig'ir diqqat qilish tegishli ishlar bo'lg'achqa ومن يفعل ذلك yuqurqi ashunda ishlardan bilasini qilib qoldiganlar uni fasawfa nuslihi nar qasdan tajovuz qilgan holat qilib qolsa biz dahshat bir o't tashlaymiz. Nudkhulu naran maxsusatan shadidatal azab maxsus qat shiddat azob bo'lgan bir o't tashlaymiz. Sinishada qat yaqinda qat arada yani uzun qolmaydi. Va kana zalika ya'ni zalik ashu degan nima? Uni o'tqa tashlash alalloh yasira. Alloh taolo baqulay sahlan. Va hada al-va'id fi haqq al-mustahil lit-takhlid. O't tashlaymiz degan mushu va'id hozir ash gunohni halol sanab, harom emas, qilsin bu ishga bo'lmaydi deb menda haromlikni e'tirof qilmay kafir bo'lib ketgan menda xavfliga nisbatan mangulik bo'ladi dedi. Yani kafirlarga nisbatan mangulik bo'ldi va fi haqqi g'ayrihi yani uni istihlal halol sanamay endi ajizlikdan bunda qissab to'qinliqlarlikdan deb turgan asilarga qarta libayan istihqaqi duhulan nari ma va'dillahi bimaghfirati shular qarta siz do'zax shirib qolasiz deb shuni bayon qilib qo'yishdan iborat. Lekin do'zax chiganligini shunga loyiq azoblangandan keyin Alloh taolo mag'firat qilib o'tishi mumkin yoki rasulullohning shafoat orqali chiqib ketishi mumkin deb bayon qilib qo'yamiz yana deydi. Lekin kafir bo'lib ketganlarga nisbatan bu chog'da mangu deymiz. Ana men mangu degan gap Xolidin deb kelmadi-ku. Shunami? Vaqtda to'xtalishamiz. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Sizlar cheklangan ashi jinoyatlarning cho'nglaridan saqlansanglar, sizlarning kichik gunohlaringlarni mag'firat qilib o'tamiz. Cheklangan ishlar qasitda harom nikoh qilish, masalan, zina va aklul amwal ayollarning haqqini yeyilish, yetimning haqqini yeyilish degandek ishlarmisa, ashundan saqlansanglar, yuqorida shuni 5 tartib bayon qilgan shu cho'ng jinoyatlar bor, ashundan saqlansanglar, mumkin bo'lgan kichik gunohni biz afu qilib o'tmaymiz deganlar. Xuddi hozir qadar cho'ng gunohni bir qur sanab kelgandek. Anida Mas'ud radhiyallohu anhu al-kaba'ir kullu ma nahallahu anhu min awwal surati an-nisa ila qawlihi in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Yani şunun 5'ini tartib mushu in tajtanibu qadar tilga ilingan gunohning Alloh taolo to'sgan gunohning hammasi shu kaba'ir hisoblanadi debdi. Hozir bu kaba'ir gunohning sonini chiqaryapti. Kaba'ir necha zodi? Mushu oyatda hozir qadar deyilgan shumi? Ya 7 mi, 7 mubiqat, ya 3 mi, ya 10 mi degandek san chiqaryapti. Ve anhu aydan el-kebair salat yani İbn Mas'ud'un kayan bir qarashda cho'ng gunohlar 3 dedi. El-ishraku billah vel-ya'su min rawhillah vel-amnu min makrillah. Mush 3ni sanabdi. Abrayatda innahu kana huban kabira zug'a. Ashum cho'ng gunoh degan bo'ldi. Wa qila al-muradu minha anwa' al-kufr. Taydan kebair ma tunhaun degan maqsad kufrning turlaridir. Bidalil qiraati Abdullah ibn Mas'ud kabira ma tunhauna anhu in tajtanibu kabira ma tunhauna anhu deb qiraat var ekan. Kabira degan ash kufr debdi. Kufr deyish shart emas dedi. Sizlar nahiy qilingan ishlarning cho'ni degan ig'roqdan saqlansanglar, kichiklari apoqindi degan bo'ldi. O'xshash. Hani ba'zi olimlar bu kabair sab'un degan. Sab'al mubiqat
الإشراك بالله وعقوق الوالدين وأكل مال اليتيم وشهادة الزور وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات والسحر. Şu türlü yettini sanıqallı ba. Bazı onlardan çıktı. Hatta İmam Zahabi'ma El-Kebair'de nurgun günahını topluk kitap yazıldı. Kitabın ismi Kebair. Bir kitap. Bundan küçük günah toplanmaydı bu kitap. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. Yani silahını, yani küçük günahlarını mağfiret koyup, silahı isil bir mekanға kirgizmez. Yani cennet girmez demekçi. Medhalan Medine. Medine qarileri zirarla okudu ha. Medhalan da. Lekin bizning mesela Hafs bu başqalar Kufa qarileri mudhalan da okudu. بفتح الميم نامشون. وكلاهما بمعنى المكان. مدخل olsun mudkhal ikisi mekan manası var. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Yana masdar manası var. İdkhal ha. Nudkhilukum idkhala degan ma'no var. Yani nudkhilukumul cennete idkhalan degan. Keriman hasanan. Chiroyli isil izzat ikrom bilan. Misal makan degan bakrak ig'ir bosdi. Chunki Qur'on karimda bir oyatda va maqomin karim deb bor. Tushunamizmi? Nolga misal makan karim. Yani karim bilan sifatlangan ekan, bu makan kam deb tushunsak bo'ldi demoqchi. Qur'on ibn Abbos radhiyallohu anhu 8 oyatin fi suratul Nisa. Surat Nisa 8 oyat bor. Ya khayrun li hadil umma mimma talat alayhi shams. Mimma talat alayhi shams degan dunyodagi banazning hammasini bakrak yaxshi demoqchi. Afzal. Mimma talat alayhi shams va g'arubat. Demak, islom ummati uchun kun chiqqan narsalar shu dunyo. Shu dunyodagi narsalardan afzal 8 oyat. Yuridullohu yubayyin lakum wallahu yuridu an yatuba alaykum yuridullohu an yukhaffif ankum in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha innallaha la yadhlimu mithqala dharratin wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu yajidillahu tawwabar rahima ma yaf'alullohu bi'adabikum in shakartum wa amantum. Mush 8 oyat mu'minlarga yengillik mag'firat qilgan shunda barakatli oyat dedi. وتشبث المعتزلة بالآية على أن الصغائر واجبة المغفرة باجتناب الكبائر. المعتزلة مش آيات كإسلام ده. هم ده إسلام ده. الله تعالى مش نكفر عنكم سيئاتكم ده بعد ما. لأنك يجب على الله تنفيذ الوعد والوعيد. لأنك كشكنالنا مغفرة قلت شكرك الله تعالى. قچانسا شون كنالنا قمغان أحوال ده. وعلى أن الكبائر غير مغفرة. Yani çoğun günahlar mağfiret kılmaydı. Ve enne murtekibel kebirati fi menzile beynel menzileteyn deyingi delil kıtır dedi. Şimdi ya da çoğun günahını bazı mağfiret kılmaz diyengep yok. Çoğun günahını kılmasanlar onu mağfiret kılmayız. Şunu kılmasanlar kişiye mağfiret kılıyorsunuz. Yani çoğun günahı mağfiret kılış yok. Diyendek bir mezun var dedi. Daha ki çoğun günah kısağın, zina korma, ikmalını yetim, قذف المحصن الغافلات من دبوغ وشغل في منزلة بين المنزلتين ومغفرة قومه يا دوزخ يا جنة وقتر بياد قلدو دبترولده اش معتزلون ايلب chiqqan masala shuga murtakibul kabirning hukmi. وتشبث المعتزلة كم مش معتزلون مش ishlarda mush oyatga eslib turilishi batildor dedi. لأن الكبائر والصغائر في مشيئة الله تعالى سوا. Çünkü çoğun günah olsun, küçük günah olsun Allah Teala halsa keçirtiyordu. İnşa azaba aleyhime halsa onunla azaplaydı. Halsa aşın sadır kılanı keçirtiyordu. لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Küfürden başkını, şirkten başkını keçirtiyordu da tutsa, çoğun günahını keçirtiyordu. Fakat va'dal mağfirata liman duna şirk. Şirkten tuan cinayetke mağfiret vaadi kıldı mana. Dağılki manıma tenfizil va'd vel va'id prensipinizni tushunsangiz yana keçirtiyordu degan gap chiqdi. Va qarranaha bi mashiatillahi ta'ala. Allah Taala xolisa deb shunga yondashtirib akeldi. Yana Allah Taala innal hasanat yudhibna as-sayyi'at zalika zikra liz-zakirin dedi. El-hasanat yudhibna as-sayyi'at dedi. Sayyi'at nazir el-kebair ve sagar emge attuma. Demek bu ayet çoğun günah olsun, küçük günah olsun, yaxshi ishlarni qilish orqali haqiqatlanib ketishi, yuyilib ketishi mumkin degan bo'ldi. Li'anna lafz sayyi'at yantaliqu alayhima. Ikki ishlaydi. ولما كان أخذ مال الغير بالباطل وقتل النفس بغير حق بتمني مال الغير وجاهه. Hem de başkalarının hakkını naqi bilish va nahaq adam o'tirash bular qanday bo'ldi esa shu boshqalarning mol mulkini mening bo'lsa ekan deb arzu qilish orqali bo'ldi.
Şu arqılıq bolğan ekan, nahum an tamanni ma faddallahu bihi ba'dan nas ala ba'din. Yuqorqan bu tashqirqi ahvolga bo'lsa-mu, sirtqi ish-harakat orqali orzu qilishni cheklagan bo'lsa, mavamda ishki dunyoda orzu qilishni cheklagandek. Yani Allah Taala ba'ziga rizqni jiqbirib, ba'ziga yuz obro'y, mol dunyo jiqbagan bo'lgan ekan, sizlar ko'ngilda jiqrab berilganlarga qarta uni orzu qilib ketmanglar demoqchi mayatda. Ve yuqorqi oyatda Qur'onni jiqkama elolay deb unda tutishmanglar degan gap. Mayatda ko'ngilda unda orzu qilishimiz son. Ava sirtqi ish, mavi ishki ish. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. Bazılarını özel kıygan aşı neslerini arzu ketmanlar. Çünkü arzu kılıp bazı nesli silgi nispeten bu ziyarlık oluşu mümkün. Yine derken takdir kısmetun minallahi. Çünkü aşı bazılarını özel kılış bu Allah Teala'nın taksimatı. Hikmetin sadir olan bir taksimat bu. Hikmet ve tedbirçallık ve ilmin bi ahval ibad bendilerin ahvalını bilgelikten boğan ahval bu taksimat. Ve bima yenbagi likulli min bastın fir rizqi ev qabdın. Yani cık beriş ve az beriş qandaqı şu layık buludu aşınamı bilgelikten mine cık bagan az bagan. Hala kullu vahidin ayyarda bima qusima lahu. Şuna her bir kişi özge taksim kılınğan razı buluş gerek. Ve la yahsuda akhahu ala haddihi. Qarindişi nisisi bak jiqilib ketsa, u hasad qilmas kerak dedi. Chunki bu xuddi Alloh taolaning taqsimotiga bir xil e'tiroz bildirgandek bir ish. Hasad qilsa. Talaqa shir duduqqa malikul muluk idza wahab la tas'alanna an as-sabab fallahu yu'ti man yasha kaf ala hadd al-adab. Dalika fallahu yu'ti man yasha. فالحسد أن يتمنى أن يكون ذلك الشيء له ويزول عن صاحبه. عند حسدنا تعريفنا ما فلان دكناسة أشنودن يقلب من وسيكان. دب أرزق الاستبارات والغبطة بوامد حسدن فرقلق. بجائز شمد أن يتمنى مثل ما لغيره. Başkaları belgen nasa bizgen belgen bolsa deb arzuqlish. Bu murakhasun fihi bunun ruhsat. Vel awwal manhin anhu. Al hasad şeklengen. ولما قال الرجال نرجو أن يكون أجرنا على الضعف من أجر النساء كالميراث. أنا هذا سبب النزول بيان قلوته. سبب النزول بيان قلشة كريمة أبو مطعم البلخي من ده تفسير كتكين. نهاية. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض يعني. Ayol kishi men kishi bo'lib qolgan bo'lsam deb menda arzu qilmanglar. Kishilar men ayol kishi bo'lgan bo'lsam deb menda arzu qilmanglar. Ba'zi ayollar bor, o'g'il tug'ilib qolgan bo'lsam deydilar. Ba'zi erlar olsun ki xotin bo'lib qolgan bo'lsa, masalan o'zini xotin kishi o'zgartgan erlar bor dunyoda. Xushman qilganlar. Shunda arzu qilmanglar. Chunki Alloh taolo uni bilib qilgan ishlar bu demoqchi deydi. Wala tatamannaw azr hasad ko'tulma. Birinci tefsirde sen falan milyonerken, şu milyoner onun orada men bulup qalansın. Anından yokulap, şundan şu mal dünyası meni bulup qalan bolsa degeni hasad qilmang degan bo'ldi. Yoki men bu shunday milyoner bo'lgan bo'lsam desa, bu mayli ruxsat. Yoki shunda nima qilmaydi? Ruxsat bo'lsa, unda arzu qilmanglar. Chunki sen milyoner bo'lib qolsang, zakat bergandek zakat vermay, pulga amroqlik qilib keyin andin zakatni yeb ketib, hesabni qattiq birib qilib jazoga tortilib qolishing mumkin degandek. Ammo ikkinchi tafsirda yo'q, ayollar bu erlamda kuch-quvvatlik talada erkin tomosha qildigan, munda to'tni oladigan, shunda bo'lgan ekan, biz bu kishi bo'lib qolgan bo'lsak deb bunda arzu qilmanglar. Erlarmi unda xotin kishi bo'lgan bo'lsam deb bunda arzu qilmanglar demoqchi. Bu tafsirni qilib tushirdik. Hem ya da sebebin nuzulunu bayan kıldı. Erler, nercu ayyekuna ecruna ala daf min ecrin nisa kel miras. Mirasda biz ayollar qatta ikki hassa ecri algan toq. Başqa ishlardimi, mush ibadetda, başqa ishlardimi bizga ikki hassa ecr berilgan bo'lsa, deb shuni umid qilgan. Ayollar hatto yakunu uzruna ala nisfi vizril rijal kel miras. Ayollar bizning gunohimiz erlarning gunohi qaraganda yerim bo'lgan bo'lsa mirasda, yerim olganda al-ghurmu bil ghunmi diyen çağda müşahit. Lirrical nasibun min mektesebu ve linnisa nasibun min mektesebne. Erlerin özünün kıyığını özge, ayolların özünün kıyığını özge diyendik. Leyse zâlike ala hasbil miras. Yani silah oylandık bu. Hemen asık bu miras ölçem kıyığıl olmaydı. Bu miras diyen malum ahvalını közde tutup ayollarını bakıdığın boğaçka aslında iş kesip verilgen. Lakin başka iş o miras ölçümü boysunmaydı. Ves'alullahi min fadlihi. Silah Allah'ın fazlını soranlar. Yani yaşlılıkını tilanglar.
Çünkü Allah Teala'nın hazinesi tükep kalmaydı. فَاِنَّ خَزَائِنَهُ لَا تَنْفَدْ وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا لِلنَّاسِ مِنَ الْفَضْلِ Kişilerdeki artık mal mülk aşını arzuqmaysa Allah Teala'dan tilaver. Belki sizin bir öte, başkalarının cıkrak bir öte belki. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا Allah Teala hakikaten hem münasib bilgisidir. İşte ta'lil hazır. La tetemennav yenge ta'lil. Siz onda arzu qilib qolmanglar. Çünkü siz aşı adamda kullanılğan aşında bayılıp kirip qalsa, belki sizin işiniz çatak buluşı mümkün. Ummu Cemil ma qasib birisi Rasulullah ve mana dua qildi mal dünyada nurgun çarmallık ve ketken zakat amida. Kim Abbas ağlı Rasulullah. Ki Rasulullah oğlu Abu Bakr Ömer'in oğlunu kim zakatını. Aşınga va balulğan da jallık. Demek bu şahada ta'lil tafdilu an ilmin bi mawadi'il istihqaq. Çünkü Allah Teala kim aşında ciqraq birishga layık şu o'rinni obdan bilgisidir. Şu anda arzık ketmanlar. Allah münasibiyage berigler. Kimin istidadı maskilidir şunu bilidir demek. قال ابن عيينة سفيان بن عيينة لم يأمر بالمسألة إلا ليعطيه Allah Teala müşahede soraşqa tilashga buyurdiğu bunu fakat lan şu beriş üçünlan müşunda buyurdu dedi. Yani mende tilgin birma degan manda. Vesalul mendan tila degene şu men bahsam deb to'g'anligini direkt buyurdi. ففي الحديث من لم يسأل الله من فضله غضب عليه وفيه يعني في الحديث إن الله تعالى لا يمسك الخير الكثير عن عبده الله تعالى نurgun aşında mal dünya yaxşılıklarını bendigi bəmay tururken ويقول لا أعطي عبدي حتى يسألني benden tilimigiçe bəmay turma deb aşında bəmay turdu dedi. Şuna cıq soranlar, cıq filanlar debdi. وَسَلُوا مَكِّي وَعَلِي yani وَسَلُونِ سَلُوا دَبْ قِرَاءَ قِلْدِ مَكِّفَارِلَرِ وَعَلِي الْكِسَائِي وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ her bir insanga el-mudaf ileyhi mahduf likulli insanın desek buldu. Mana likulli ahad deb tunadi. Yoki likulli malin debdi. Her bir mal mulk ya her bir insanga biz unda igdorlarni qildik dedi. Canna likulli malin burratan mirasxo'rlarni qildik. Demak miras qoldirgan har bir inson uchun mirasxo'rlarni qildik dedi. Yalunahu ve yuhrizunahu yani onunğa igoldigan ilkiga kirgizdigan ihrazgan ilkiga kirgizdi. Yalunahu ga aşın igoldigan ishini qildigan. Yani aşınından keyin igoldigan yani. Mimma tarakal validan vel aqrabun. Yadan ishqil tafsira mimma tarakada bir to'xtatish va valikullin ja'alna mawaliya mimma taraka. Shuna mimma tarakada bir to'xtatsak qatqagan mirasini igoldigan igidar mirasxo'rlarni qildik desa, bu yerda u mirasxo'rlar kimlar degan bir savol paydo bo'ldi. Shunlar esa el validan vel aqrabun, ota-ona va yaqin tuqqanlar shu mirasxo'rlar degan. Hozir bu el validan vel aqrabunni mirasxo'rlar degan tafsir. Huwa sifatu malin mahdhuf. Ma taraka degan nima? Aşı malning kes debdi. Likulli malin deb qasara. Likulli malin mimma tarakahu validan. Maval ishkin tafsirga. Al-validan hozir nima bo'ldi? Muvarris bo'ldi. Yani o'lib ketganlar, o'lib ketib miras qoldirganlar degan bo'ldi. Likulli malin mimma tarakahu al-validan. Yani xuddi bu muvarris kim desa al-validan va aqrabun. Atani o'lib ketib, andan qoldirgan mirasga ega bo'lganlarni qildik demoqchi. هو متعلق بفعل محذوف مما ترك degan متعلق بفعل محذوف دل عليه الموالي موالي degan so'z ashuni dalolat qildi. Buning taqdiri nima? Yarithuna mimma tarak. Fi'l mahzuf yarithun. Yani ota-ona va tuqqanlar tashlab ketgan mirasni miras oldigan ayında igi chaqilni qildik. Har bir kishiga, har bir malga degan ma'noda. Vallazina aqadat aymanukum sizlar to'xtamlashganlar deyiladi shuni. Vallazina aqadat aymanukum sizlar to'xtamlashganlar. Bu kimlarsa bu bunda qarindosh bo'lib og'aynolashganlar. Kelishim to'xtam deymiz bu. Kelishim to'xtamda o'ng qo'l bilan qo'l ilishtirishamiz. Yoki ayman degan qasam bo'lishi mumkin. Qasam orqali ahd va paymon qilishib bir tuqqan og'ayni bo'lganlar degan bo'lsa. Demak bu halif, half ittifoqdosh o'g'andak, og'ayni o'g'andak bo'lganlar. Aqidatuhum aymanukum aydikum. Ayman degani aydi deb tafsir qiladi. Yani ashular bilan sizlar o'ng qo'linglar bilan ahd va iymon qilishganlar. Demak al-yamin al-yadul yumna
Şurada kelishim to'xtam qilgan chaqda, ahdlashgan chaqda, o'ng qo'lni tutib, bunda qo'l silkishdi va. Şuna aydikum dedi. Va mubtada dammana ma'na shart. Bu mubtada, lekin shart ma'nosi bor. Ya'ni sizlar ahd payman qilishganlar, ya'ni bu maqsad fa'atuhum nasibahum. Davankan fa javob shartligini fa keldi. Xabarda fa keldi. Aqadat kufi. Kufi qarilari mush biz o'qigandak vallazina aqadat deb qiraat qildi. Boshqalarcha vallazina aqadat. Aqadat deb qiraat qildi boshqalar. Mufa'alanda ma kufi hamda aqadat deb qiraat qildi. Ay aqadat uhudahum aymanakum. Ya'ni ularning ahdi paymonlarini sizlarning o'ng qo'llaringlar to'xtamlashgan, ittifoqlash bo'lgan, tuzgan endi. Bu mishada maf'ul mahzufkan. Bu mahzuf maf'ul nimasi uhudahum degan so'z. Wal murad bihi aqdul muvala. Mushanda musharika to'xtam nima iboratsa, ag'i ini bo'lgan to'xtam maqsad qilingan va ya mashru'atun. Bu ashunda islom e'tirof qilgan, yo'l qo'ygan ish bu deydi. Wal wirathatu biha thabitatun 'inda 'ammati as-sahaba radhiyallohu anhum wa huwa qawluna. Ya wa huwa qawluna biz buni tushunamiz. Yani bir mazhabın hem bu hilafi mesele iken yani bu. Yani bir mazhabda birisi mesela birisi bilan akufka buluşaptı. Ağını ulaştı deyimiz o. Ahında ahdi payman kılışıp ama bunun için biz tutamda yaşaymayız. Men dinsiz miras Allah, sizden men miras alma, birbirimizni qo'g'daymiz. Bu debmanda ahdi payman qilishgan bo'lsa, ashunda miras ish bor edi. Yani bir mazhabning qarashi. Bu bir xil tafsir hozir. Hamda mush qarashga asosan mushu halif hozir ağını bulashga akufka qachon miras oladi? Mesela ashabul furud boshqa yaqin tuqqanlar bo'lmagan chog'da oladi deyish mumkin. Hatta bunda sanab ko'p mavlal muvala deb qo'ygan nimaga oxirgi darajada bo'lishi mumkin deydi. Mesela ulul arham, zawul arham yoki al-asaba bo'lmagan chog'da bu miras oladi va qavluna debdi. Lekin jumhurning deb qaragan, jumhur bu mansux. Rasululloh Madinaga kelgan chog'da muhojir ansarni ag'ini qilgandi. Shu chog'da muhacir ansariydan mirasada ish batdi. Keyin de ulul irham ba'duhum awla bi ba'din fi kitoblarga oyat tushgan chog'da bo'ldi u to'xtamlashib aki ini bo'lganlarning miras ilishi amaldan qoldi. Tuqqanlar oldigan bo'lgan dedi jumhur. Lekin Hanafi mazhabda yo'q buning hukmi o'siz deganligimiz boshqacharak va hozirmi ruxsat bormanda. Hozirmi birsa ag'ini bo'lsa, yaqin tuqqanlar bo'lmagan taqdirda shularga miras qoladi. Bir-biriga miras qoladi deb. Ve tefsiruhu qanday izohlaymiz bu narsa? Yani bu mazhab bo'yicha idza aslama rajulun aw imratun la varisa lahu. Mesela yaqin urug' tuqqanlardan miras xuri yo'q bir kishi musulmon bo'libdi. Va laysa bi arabi. Bu arab emaskan. Arab bo'lsa tuqqan bo'ldi yakanda qabildan shuncha yaqinlar bo'ldi. Unda emaskan. Wala mu'taq. Yoki azod qilinganlar demaskan. Azod qilingan bo'lsa mavlal mualla ular azod qilguchi sahibi ni'ma o'chada miras oldi, shunami? Unda hech qanday munosabat yo'q, bunda yolg'iz tirik bir odam ekan bu. Fayaqulu al-akhar, boshqa bir joydan bunda bir kep qilib, yolg'iz bir odam, yana kelgan shalkash bir sulanimda meni ancha-muncha qo'da bahudi shaylar deb og'ini bo'lgan bo'lsa, unda ekan, va laytuka ala an ta'qilani idza janayt. Vala kelishimi tuzdim sen bilan demoqchi. Nimaga aytsa ala an ta'qilani idza janayt. Men jinoyat sodir qilib qolsam, mening diyat to'limimni sen to'laysan. Yani aqila o'rnimda tursa. Bu xato masalan. Shibl amdininki diyat to'limini biz aqila to'laydi degan. Yani shu nimaninki urug' tuqqanlari jamoat to'laydi degan. Hani buning jamoat yo'q. Qanday qildi? Ashan bir yasalma jamoatimizni paydo qilmoqchi bu. Endi kelishim qildi. Demak, men jinoyat qilsam, xato bir jinoyat qilsam, diyat to'lamni sen to'lab o'tsan. Va taritu minni idza mittu ilab qasam mendan miras olasan. deydiken ve yaqul ahar qabiltul aqda zalik, yani mushrik to'xtamni men qabul qildim deb ve yerizul a'la min al asfal. Hozir makinga nima qilgina qonunni miras oldi. Yo'q, miras ishning qarshiligida men jinoyat qilsam, uning to'limini to'laydigan bunda bir nima bekitdi. O'zdirmanlar desa, qasddan jinoyat qilsa, qasddan jadam o'tirsa, unda ular qisas olmaymiz deb diyatga tushgan bo'lsa, u o'z yanchig'ini to'laydi. Lekin xato ish qilgan bo'lsa, shibl amdi bo'lsa, bu qasdlik dal bo'lmasa, bu xato qilganga bir xil taxfifni keltiradigan bo'lsa, u yendin to'lamay, urug' tuqqanlari jamoati biz mumkin, siz kimda yig'ish qilib to'laysiz. O'zim mashinadagi program janob bizni so'qiladi. Bir xatolik. Bu anda shu 150 ming, 200 ming to'layolmaydi.
qanday qiladi? Shu urug' tuqqan tag'isi, akalarlari hammasi 10 ming ko'ydan 5 ming ko'ydan yig'ish qilib uning pulini to'layotgan gap. Balki bu yolg'iz kishidir. Shu yig'i shunda bir paydo bo'lib qolgan, boshqa hamma urug'lar o'lib ketgan ya yo'q. Ayni bir odam u aqllar topolmagan ekan, unday ekan. Aqllarning o'rnida sen turib ekan, urug' tuqqan o'rnida bo'lgan, men miras olgan deb bunda fitishirkan. Adam tutashqanda urug' tuqqan bo'lmagan. A'laninki urug' tuqqanlar bo'lgan ekan, uning mirasini urug' tuqqanlar oladi. Mening unda urug' tuqqanlar bo'lmagan ekan, a'la buning mirasini oldi. Qabul qilgan odam uning mirasini oldi ekan. Lekin aksiya bo'lmaydi ekan. Abu Hanifa'ning qarashini tutsaqmi bo'ladi. Nima uchun? Buni Qur'onni mansukh qilishqiratmay, hammasi ma'mulun bihi deyiladi. Innalloha kana ala kulli shay'in shahida. Haqiqatan Allah hamma narsani unda ko'rib turuvchi. Ay huwa alimul g'aybi va shahada. Ya'ni g'ayb bo'lsin yoki unda hammadan ko'rdigan ish bo'lsin, hammani bilib turuvchi demakchi. Wa huwa ablaghu wa'dan wa wa'id. Innalloha kana ala kulli shay'in shahida degani sizlar buni diqqat qilinglar. Haqqini bilinglar, haq egilarining. Agar zulm qilib qolsanglar, nahaq yivilib qolsanglar, ish xatoq demakchi. Shuna bu qattiq qo'rqish va va'da qilishdan iborat. Demak, vallazina aqadat aymanukum shada nimaga ma'tuf? Al-validan wal aqrabun. Validan wal aqrabun va ashunda to'xtamlashgan kelishim tuzganlar. Shuni mirasxo'r qildik deymi? Mirasxo'rlarning ichida shular bormi? Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda An Ibn Abbas radhiyallohu anhu كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا موالي مما ترك نسخت أشو مهاجر أنصاري مرسلسن منسخوا كتليته ثم قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة فآتوهم نصيبهم degan ummal-mulk miras haqqini degan bo'lmaydi. Ahudab yordamlashish, qo'g'dash, qavalish, nasihat qilish, mushu ishlarni qiling degan bo'ldi. Vaqad zahabal miras va yusi lahu. Miras ishi bo'ldi ketdi. U mansukhlab ketdi. Lekin nasihat qilib, qavalib, ahudab, ashuni qo'g'dab, yer yo'lakda bo'lishing qat qoldi deydi. Yer yo'lakda bo'lsa, yana vasiyat qilib qolsang bo'ldi. Vasiyat degan u odatda hamma insonga his bo'lgan ish bo'lgandan mayli demak. Balki ash qarash kuchliqdan Sahih Buxoriyga kelgandik. Vallohu a'lamu bis-sawab. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.